Heyo obunachilar, bugungi videoda men bugungi videoda sizlarga super zo'r narsani o'rgataman. Unday bo'lsa ketdik. Videoni boshlashdan oldin bitta like bilan podpiskani bosib qo'ying. Telefoningizni interneti mana. Mening internetim bilan любой narsam o'chiq. Mana chiroq yo'q. Chunki kechasi ketyapman. Chiroqni ham o'chiraman, mana internetni ham o'chiraman. Samolyot parvoz rejimi ilovasini yoqaman. Mana hech qayerga kirmasdan shunchaki qo'ng'iroq qilish. Kiraman. Yulduzcha reshotka 46 36 reshotka yulduzcha sinab ko'ring. Mana menga o'xshadi. Ustiga bosamiz. Mana chiqib kelyapti. Mana bu narsani yoqib qo'yaman. Tepadagisi mana shu faqat. Bo'ldi. Endi mana hamma narsam o'chiq, Wi-Fi ham o'chiq tash. Hech nima yo'q emas mana. Mana bu yerga kiraman YouTube. Endi sinab ko'ramiz. Internet ishlasa, like bilan obunani bosib qo'yasiz. Uychani ustiga bosaman. Mana va'da qilgan narsam. Mana internetingiz bo'lmasa bemalol ishlatadi. Ko'rdinglarmi? O'sha uchun menga like, podpiska hammasini bosib qo'ying. Ko'rdingmi? To'xtaman, cheksiz chiqadi. Ko'rdinglarmi? Mana PUBG. Hozir PUBG ishonmadim, PUBG ham o'ynab ko'rsataman. Mana PUBG Mobile. Mana kirdi, ishlaydi. Bratishkaga ishoninglar. Mana internetim umuman yo'q. Mana bironta ilovam yo'q emas. Chiroq, chunki men kechda ketyapman. Ishonmasak ko'rsataman, lekin qorong'ini qanday ko'rsataman? Tinchgina PUBG'ni ko'rsatay. Shunchaki parvoz rejimi aytgan narsalarimni qilasizlar. O'xshamasa agar menga gapirib yurmaysizlar. Tushundinglar? Men aytgan narsani to'g'ri bajarsalar o'xshaydi. Bo'lmasa kafolat bermayman. Hozir kirib olsin. Mana Krafton internet so'ramaydi. Internet daxuya bo'ladi,